Futbol olami Luis Enrikeni qattiqqo'l va biroz zarda qiladigan murabbiy sifatida taniydi. Biroq uning bu tashqi ko'rinishi ortida juda katta fojia yashirin. 2019-yilda murabbiy hayotidagi eng qiyin sinovni boshidan o'tkazgan. O'sha yilning mart oyida Enrike Ispaniya terma jamoasidagi faoliyatini kutilmaganda to'xtatdi. O'shanda federatsiya va murabbiy buni oilaviy muammolar bilan izohlashdi, lekin boshqa hech qanday tafsilot berilmadi. Oradan oylar o'tib haqiqat ma'lum bo'ldi. Enrikening 9 yoshli qizi Xana og'ir xastalikka, suyak saratoniga chalingan edi. Enrike qizining yonida bo'lish, u bilan har bir daqiqani birga o'tkazish uchun Qizil Furiya bosh murabbiyligidan ketgan edi. Ammo 5 oylik kurashdan keyin qizcha vafot etdi. Bu xabar bir zumda futbol olamini larzaga keltirdi. O'shanda Real Madrid, Barselona va dunyoning barcha yetakchi klublari dushmanlikni chetga surib Enrikega hamdardlik bildirishgan. Bugungi kunda Enrike har bir g'alabasini osmonga qarab, qizi Xanaga bag'ishlaydi. Bu voqea sportdan ham yuqoriroq bo'lgan insoniy matonat timsoliga aylandi.